Mehr urug'i. Qadim zamonda bir badavlat odam bo'lgan ekan. U bir kuni tush ko'ribdi. Tushida bozorda yurgan emish. Bir do'konning ichiga kiribdi. Sotuvchi chol unga peshvoz chiqib, nima kerakligini so'rabdi. Haligi odam: "Men boy-badavlat odamman. Hech narsaga hojatim yo'q. Shunchaki aylanib yuribman" deb javob beribdi. Sotuvchi esa: "Ey o'g'lim, bu dunyoda hamma narsasi bor odam bo'lmaydi. Hatto badavlat odamlarga ham nimadir yetishmaydi" debdi. Haligi odam o'ylab turib: "To'g'ri aytasiz, otaxon, lekin menga kerak narsalar bozorda sotilmaydi-da. Men ularning narxini ham bilmayman" debdi. "U narsalar nima ekan? Balki mening do'konimda bordir", so'rabdi sotuvchi chol. "Otaxon, ular do'stlik va muhabbat, mehr-oqibat", debdi haligi odam. Shunda sotuvchi chol: "O'g'lim, bu narsalar juda arzon, lekin shunga qaramasdan o'ta kamyobdir. Buni qarangki, do'konimga kirib adashmabsiz. Bizda shu narsalar bor, sizga berishim mumkin", debdi. "Rostdanmi? Qani bir ko'raychi", debdi u. Chol peshtaxta ostidan bir quticha olibdi va o'sha odamning oldiga qo'yibdi. "Shumi?" hayron bo'libdi kishi va qutichani ochib qarabdi. Uning ichida 3 dona urug' bor ekan. "Bular urug'lar-ku, ularni nima qilaman?" so'rabdi kishi. "Ha, bular mehr-oqibat va muhabbat urug'lari. Ularni har bir odam o'zi uchun o'zi ekishi va parvarish qilishi kerak. Axir siz do'st-yor, qarindoshlar birovniki emas, o'zingizniki bo'lishini xohlaysiz-ku, to'g'rimi?" deb so'rabdi chol. "To'g'ri, lekin men ularni qayerga ekishni va qanday parvarish qilishni bilmayman-ku", debdi haligi kishi. "Gap shundaki, siz ularni yerga ekmaysiz, bir qultum suv bilan yutib yuborasiz. Qanday parvarish qilishni esa qalbingiz o'rgatadi. Faqat siz unga quloq solsangiz bo'ldi. Ishni orqaga surmay hozirdan boshlayvering", deb chol piyolada suv uzatibdi. Haligi odam suv bilan urug'larni yutib yuboribdi va shu payt cho'chib uyg'onib ketibdi. Ko'rgan tushi haqida o'ylay boshlabdi. O'sha on birdan ko'ziga keksa onasi ko'ringanday bo'libdi. Uni anchadan beri ziyorat qilmaganini eslab, shu bugunoq borishga jazm qilib o'rnidan turibdi.